Mana bugun Bayot tumani va Shirin shahar soliq inspeksiyasi va tadbirkorlar o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda davlat xizmatchilarini tadbirkorlar bilan bo'ladigan muloqotda muomala madaniyati, korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik holatlari bo'yicha to'xtalib, xodimlarga ko'rsatmalar berildi. Yig'ilishda ishtirok etgan tadbirkorlarga jamoatchilik nazorati korrupsiyani oldini olishda juda ham katta bir kuch ekanligi yana bir bor eslatib o'tildi. Soliq xodimlari hamda tadbirkorlar o'rtasida korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha yig'ilish bo'lib o'tdi. Yig'ilishda korrupsiya bo'yicha salbiy holatlarni oldini olish bo'yicha muhokamalar bo'lib tushuntirib o'tildi. Tadbirkorlar bilan muloqotda muomala madaniyatiga e'tibor berish alohida ko'rsatib o'tildi.